Hammaga salom. Bugun sizlar bilan foydali yangilik ulashmoqchiman. XM Forex brokerida yangi aksiya davom etyapti. $30 depozitsiz bonus yana berish boshlandi. Bu bonus kimlarga berilyapti? Bonusni olish shartlari qanaqa yoki foydalanishda qilingan foydani yechib olsa bo'ladi. Shu to'g'risida batafsil ma'lumot berib o'taman. Boshladik. Bonus to'g'risida batafsil o'zdan ko'rib bilmoqchi bo'lsalaring, video opsiyasida kommentariyada ссылка qoldiraman. O'zlaring XM Global'da web sahifasiga o'tib ko'rishlaring mumkin. XM o'zining global sahifasida promo aksiyalar bo'limida yana $30 bonus aktivlashdi. Bonus chegaralangan 2 apreldan 30 aprelgacha bo'lgan muddat ichida yangi ro'yxatdan o'tganlarga berilyapti. Bu aksiya to'g'risida XM hamkor guruhda alohida administrator tomonidan ham ogohlantirilgan. Mana o'sha Telegramga tashlab berganman bu ma'lumotni. Aksiya vaqti chegaralangan 2 apreldan 30 aprelgacha ro'yxatdan o'tgan, yangi ro'yxatdan o'tgan XM Forex brokeri foydalanuvchilarga beriladi. $30 bonus real hisobda savdo uchun depozit talab qilinmaydi hech qanaqa. Bonus orqali qilingan foydani xohlagan paytda yechib olsalar bo'laveradi. Bonusni o'zini yecha olmaysizlar. Lekin bonus yo'qotsalar ham sizlar hech qanaqa javobgarlik tortilmaysizlar. Xohlagancha foydalansalar ham bo'laveradi. Faqat yangi ro'yxatdan o'tganlar uchun. Oldin o'zingiz ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, yaqiningizga yoki bo'lmasa do'stingizga akkaunt ochib, bonusdan olib foydalanishingiz mumkin. Hech qanaqa risksiz real hisobda savdo huquqiga ega bo'lasiz. Depozitsiz bonusni olish uchun web sahifaga o'tish talab qilinmaydi. Xohlasangiz programmani o'rnating, xohlasangiz web sahifa orqali o'ting, farqi yo'q. Har bir yangi ro'yxatdan o'tgan uchun berilyapti bonusdan olish. Programmaga kirsangiz ham xuddi shunday ro'yxatdan o'tasiz, yo bo'lmasa web sahifa orqali farqi yo'q. O'zingiz elektron pochtangiz kiritasiz, parol 10 tadan 15 tagacha belgidan iborat bo'lishi kerak, bitta katta harf, bitta kichkina harf va sondan iborat bo'lishi kerak, lotin harfda. Hamda hamkor promo kodi to'g'ri yozganingizdan keyin yashil bo'ladi. Galочка qo'yasizlar. Ro'yxatdan o'tish. Agar ro'yxatdan o'tishda yo bo'lmasa bonus olishda biror narsa tushunmasangiz, kontaktlar qoldiriladi. Video opsiyasida kommentariyada o'tib har qanday savollaringizni bonusga oid berishingiz mumkin. Video davomida telefon orqali XM programmasiga kirib ro'yxatdan o'tish hamda bonus hozir haqida berayotganligi to'g'risida video lavha qoldiraman, ko'rishingiz mumkin. Savdolaringizga omad, e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.